Assalomu alaykum aka-uka, opa-singillar. Mana opamiz 2 oydan beri Hindistonda bansada yotibdi. Buyrak jigar almashtirish kerak, operatsiya bo'lishi kerak. Shunga mablag'i tugagan, mablag' tomonidan hamma ko'ngildan chiqarib, Alloh uchun shu opamizga yordam beraylik. Iltimos sizlardan. Mana Hindistonda bansada yotibdi. Operatsiyani kutyapti, operatsiya bo'lishi kerak. Kundan kunga ahvoli og'irlashyapti. Mana Hindistonda bansada. Anchadan beri. Shunga hammamiz qo'limizdan kelgancha birlashib yordam qilaylik. Hamma qancha bo'lsa ham 1000 so'm, 2000, 1000 rubl, 10 rubl farqi yo'q. Hammaniki yig'ilib ko'p bo'ladi. Opani ahvoli og'ir. Iloji boricha tezroq yordam qilaylik, operatsiyasini qilish kerak. बना रहे हैं।